Assalamu alaykum. Bizden nereden görüp geldiniz? Instagram'dan görüp geldim. Körükler bepul ekan, şuna körükleri ötmeke geldim. Aha, indi qarang. Hazır bize trixoskop yordamında sizin saçınızını göremiz. Muammosi bormi, siyrakmi, soch ekish kerakmi, dökish kerakmi? Yaxshimi? Endi qarang. Imunda yana neyimiz bor? Planshet, qarang planshete. Endi bize halkam görsün deb shuni qaratib qo'yibmiz. Planshetda shu sochlarni ko'ramiz. Qarang yana. Masalan, meni imunda mayda uzun ak saçlar görünüp turibdi, to'g'rimi? Şu saçlarımız o'lik saçlar hisoblanadi. Mana yine bir de kam ekan saçlarimiz, gördingizmi? Keyin qarang. Imunda yana bir yerdan 3-4 saç chiqqan. Bu degani normal saç hisoblanadi. Keyin yana tushamiz. Iberlarda saçlari siyrak ekan. Ko'rib turibmisiz? Aha. Ina. Bilasizlar, bu yerda asosan soch ekish bilan shug'ullanadilar. Kaş ekish bilan ham shug'ullanadilar. Keyin sakal ekish bilan ham shug'ullanadilar. Bilarmidingiz shularni? Eshitganim bo'ladi. Endi shular haqida Xudo xolasa Instagramni kuzatib borsangiz, bizga ma'lumotlar qo'yib o'tamiz.